Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan ingliz tilida yana bir muhim mavzulardan biri modal fe'lini, ya'ni can modal fe'lini o'rganamiz. Bu modal fe'li can ability ma'nosida o'rganib chiqamiz. Ya'ni siz bu mavzu orqali nima qila olasiz yoki nima qila olmaysiz, shularni o'rganib olasiz. Qani boshladik. Can o'zbek tilida qila olmoq degan tarjimani beradi. Can'ning formulasi subject plus can, fe'lning birinchi shakli. Eslab qoling, har doim fe'lning birinchi shakli keladi. Misollarda ko'radigan bo'lsak, I can swim. Men suza olaman. She can speak English. U ingliz tilida gapira oladi. They can ride a bike. Ular velosiped mina oladi. Eslab qoling, uchinchi shaxs bo'lsa ham can borligi uchun s qo'shimchasi fe'llarga qo'shilmaydi. She can swims bo'lmaydi. She can swim bo'ladi. Can borligi uchun s qo'shilmaydi. Keyingisi negative form, ya'ni inkor shakliga keladigan bo'lsak, uning tuzilishi subject plus can't yoki cannot plus verb one, ya'ni fe'lning birinchi shakli. Misollarda ko'ramiz. I cannot drive. Men mashina hayday olmayman. She cannot swim. U suza olmaydi. They can't sing. Ular kuylay olmaydi. Endi bu savollarga javob berishni o'rganamiz. Agar javobingiz ha bo'lsa, yes I can. Agar javobingiz yo'q bo'lsa, no I can't deymiz. Demak, darsimizni mustahkamlash uchun Roundup kitobidan mashqlarni bajarib boring. Tushunmagan joyingizda videoni qayta ko'ring. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr!